Ko'chadan palon puliga pechenye olguncha uni puliga anchaginasini o'z qo'lingiz bilan tayinlang. Yengil, og'izda uvadalanib ketadigan kokosli pechenye. Demak, birinchi bo'lib 140 gram xona haroratidagi yumshoq sariyog'ni idishga solamiz. Kalleha mazali sariyog'i bilan barcha pishiriqlarim doim zo'r chiqadi. Sariyog'ga 100 gram shakar qo'shib mikserda ocharguncha ko'pirtiramiz. So'ng 2 dona xona haroratidagi tuxumni ham qo'shib aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi eledan 200 gram oliy navli un bilan 1 choy qoshiqdan razrixlitel va vanilin shakarini o'tkazamiz. Oshxonamda men doim sifatli turon unidan foydalanaman. Ketidan 100 gram kokos qirindisi hamda to'g'ralgan shokolad bo'laklarini qo'shib yuboramiz. Tayyor xamir mana shunaqa qo'lga yopishmaydigan yumshoq plastilinga o'xshash bo'lishi kerak. Xamirdan yong'oqdek kattalikda dumaloqlarni yasab, pishiriq qog'oz solingan listga taxlaymiz. Pechenyelar oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada och tillarangga kirgunicha taxminan 15 daqiqa pishiriladi. Mana bir zumda shokolad va kokos ta'mli pechenyemiz tayyor. Xohishga ko'ra buni ustiga asal yoki murabbo surib, kokos qirindisiga botirib chiqsak, pechenyelar yanada shirin va chiroyli bo'ladi. Juda ham mazali, og'izda eriydigan, yumshoq, g'ovi pechenye bo'lib chiqadi. Albatta, sizlar ham tayyorlab ko'rishinglarni barchalarga tavsiya qilaman. Videoni tanishlaringizga yuborib, unga like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.